qarz olishga kelganda kimdan qarz olish yaxshi? Do'stdanmi, yaqinlardan yoki aka ukadan qarz olsa yaxshimi? Mana shuni kommentariyaga yozib ketinglar. Kimdan qarz olsa bo'ladi hozirgi zamonda? Hozir bizlar bitta xonani reklamasiga kelganmiz. Juda ham qiziq holat bo'lyapti. 4 xonalik xonamiz, arendamiz vacha dahshat. Vokzal texnogazoyli to'g'risida Grand Behruz restoranining yonida 6 qavatlik binoni 5-qavatda joylashgan 90 kvadratlik xonamiz sotuvga chiqdi. Operator bir qo'shqadan shunday kiraverishda, bu yerga menga yoqqan tarafi kuxunni studiya bo'lgan, banya, tualet, razdельный turibdi. Kuxunnisi operator, kuxunni studiya bo'lgan, bu yerga mebelni, krashini va dahshatini zo'rini qilgan akamiz, gapni to'g'risi. Operator eng zo'rini qilgan. Mana bu yerga mehmonlar bilan o'tirsa ham bo'ladi. Zal qilgan, kattagina. Mana shu yerning o'zi 50 kvadratdan ziyod. Mana shu bitta xonasi. Kondisioner qilib qo'yganlar akamiz. Mana shu yerdan birdan balkonga chiqadigan 6 metrlik balkoni ham bor bu uyni. Televizor zona qilgan. Domofonga mana shularni tashab ketganlar akamiz. Bitta xolodilnik qo'ymadim dedilar, joyini qo'yib ketdim dedilar. Mana shu birinchi xonasi. Buni yana plus tarafi boshqa xonalardan o'g'ilchalarga alohida xona. Mana shu o'g'ilchalar, aka-uka bo'lsa, o'g'ilchalarga alohida xona, har bitta trezasi bor, har bitta xonani, keyin tashqarisidan rishotka ham qilingan bezapasini bo'lish uchun. Bolalarning garderobni zonasi o'zini bor. Bu bolalar uchun yotoqxona, o'g'il bolalar uchun. Mana bunisi qiz bolalar uchun yotoqxona. Bu ham alohida o'ziga xos dizaynga ega bo'lgan. Bu xonamizga ham trezasi bor, rishotka qilgan. Qizchalarimiz uchun garderobni zona ham qilib ketgan. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsatamiz, operator. Kattalar uchun yotoqxona, trezasi bor, televizor zona bor, termos zona bor, divanni va zo'rni tanlagan. Mana shu yerda garderobni zonani operator patologgacha qilib qo'ygan akamiz. Patologgacha qilib qo'ygan. Gap bo'lishi mumkin emas. Oq rangi, xuddi meni ko'nglimday oq. Mana shu uyimiz hozir 90 kvadrat, 5-etajda joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, xudo xohlasa, akamiz aytayaplarki, sal pul zarurroq, shuning uchun sotyapman. Aslida bu o'zim uchun olib qo'yganman deyaptilar. Narxi 75 ming. Yana ozgina savdosi bor deyaptilar. Yana kommentariyaga yozib ketinglar. Aka ukadan qarz olsa yaxshimi yoki begonadanmi? Shuni kommentariyaga yozinglar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Ketdik.